Carves Telegram kanaliga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Ko'pchilik ajdarho tuxumini eng noyob buyum deb o'ylaydi. Xuddi doim u bilan maqtanaveradigan do'stim Svak kabi. Hoy Kars, mana qara. Ajdarho tuxumi meniki, lekin aslida undan ham noyobroq buyumlar bor. Bu noyob buyumlarning ba'zilarini ko'pchilik hatto bilmaydi ham. Shunday ekan, men qorli ichimni olishdan boshlayman. Minecraft hamjamiyatida sanoqli odamlargina bu blokni ola bilgan xolos. U shunchalik noyobki, buni olish uchun Enderman ustida qor bor chim blokini ko'tarib olishi kerak va u blokni qayta yerga qo'yishi kerak. Buni ehtimolligi 9 trillion 5 milliarddan 1. Demak, mayli, anig'ini bilmayman, lekin u juda noyob. Endi esa u blokni ko'tarib olishini kutamiz. U bittasini oldi, juda soz borib qo'yishini kutishimiz kerak endi. Birodar, men buni 15 daqiqa kutgandim, lekin bu ish bermadi. Va buni tezroq qilish uchun men ustiga qor bor juda ko'p chim qo'yib chiqishim kerak. Bittasi bo'ldi. Umid qilamanki, bu jarayonni ancha tezlashtiradi. Bu juda oson bo'ladi. O'xshamayapti. Men bu aslida qanchalik kamyob ekanini tushunmayapman. Lekin shunchaki taslim bo'la olmayman. Axir Svakning maqtanchoqligiga chek qo'yishim kerak. Shuning uchun 4 soat vaqtimni qorli jam fermasini qurishga sarflashga qaror qildim. To'g'risi unchalik emas-u, lekin mayli. Xullas, hozir bizda bu katta platformada paydo bo'ladigan bir dunyo endermenlar bor. Va ular faqat ustida qor bor chim bloklarini ko'tara oladilar. Shunday qilib men kutdim va yana kutdim. Shu jarayonda bu blok haqida biroz ko'proq izlanishga qaror qildim. Va haqiqatan ham angladimki, bu rostdan aql bovar qilmas darajada dahshatli darajada kamyob ekan. Bittasi paydo bo'lishi uchun katta ehtimol bilan kunlar ketadi. Yaxshi, bilasizmi? Uni paydo bo'lishini kutgunimizcha keling, osonroq topiladigan noyob bloklarni yig'ishni boshlaymiz va keyin qiyinroqlariga o'tamiz. Birinchisi aslida juda oddiy. Shunchaki oddiy suv idishni olib, uni otiladigan suv damlamasiga, keyin esa muallaq turuvchi suv damlamasiga aylantirish kerak. O'yindagi eng foydasiz buyum. Buni yasaganim uchun men endi eng ahmoq Minecraft o'yinchisiman. Keyingisi quyon oyog'i. Chunki quyonni o'ldirganingizda undan tushish ehtimoli 10 dan 1 ga teng. Bu ko'p vaqt olmaydi. Shu yerda ekanmiz, qurigan butani ham olib ketishimiz kerak. Qurigan butani olamiz. U ham noyob buyumlardan biri. Yaxshi, biz bittasini oldik. Buni olish uchun men 33 tadan ortiq quyonni o'ldirdim. Keyingisi zaharli kartoshka. Hosilni yig'ishda tushish ehtimoli 2% ni tashkil qiladi. Mayli, tan olish kerak, tushsa zo'r bo'lardi. Men yana qancha kutishim kerak? Menda hozir suyak kukun tugab qoladi-ku. Bo'ldi, bu hazil emas. Hozir bunga butun umrim ketib qoladi-ku. Nice, men bitta kartoshka uchun 10 minut vaqtimni ketkazdim. Birinchi urinishdan. Yaxshi, keyingi buyumlar noyob, chunki ularni deyarli hech kim ishlatmaydi. Masalan, soat. Soat necha bo'ldi? Sham, mashalaning bozor varianti. 4 oltin tarvuz, bu nimaga kerakligini o'zi kimdir biladimi? Hatto buni yeb bo'lmaydi ham. Va oxirgisi XP shishasi. To'g'risini aytsak, agar sizda XP fermasi bo'lsa, bu deyarli keraksiz. Menimcha ularni qaroqchilar postidan topish mumkin. Va u bu yerda yo'q ekan. Xo'sh, yana bittasi bor. Qani, bormikan? Bu yerda ham yo'q ekan. Nice, ikkita bor ekan bo'ldi. Biz uni va nihoyat 4 ta urinishdan keyin topdik. Va shunday qilib biz eng dabdala noyob buyumlarni yig'a oldik. Lekin bular shunchaki osonlar edi. Davom etganimiz sari ishlar qiyinlashib va buyumlar noyoblashib boraveradi. Tez orada Svak buni ko'rgach, uning ajdarho tuxumi sariq chaqaga ham arzimay qoladi. Keyingisi sehrlangan jek fonari, chunki 1.20 dan keyin iloji bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu noyob buyumni olishning oxirgi imkoniyati. Xo'sh, jekni yasaymiz. Uni sehrlash uchun esa bizga bog'lanish yoki yo'qolish la'nati kitobi kerak bo'ladi. Menimcha bu bizda bor yoki-da yo'q. Demak, buni olish uchun qishloqi bilan savdolashamiz. Va nihoyat kitobni qo'lga kiritdik. Va bam! Bilasizlarmi, bu juda ham ajoyib ko'rinyapti. Men ahmoq sehrlashni yo'qotib qo'ydim. Keyingisi bizga pushti jun kerak bo'ladi, lekin bu tabiiy paydo bo'lgan pushti qo'ydan olingan bo'lishi kerak. Paydo bo'lish ehtimolligi esa kam. Men hozir bir narsani anglab yetdim. Pushti jun olish uchun pushti qo'yni qidirishim shart emas, chunki do'stim CGLning bazasida allaqachon bittasi bor. Bu haqiqiy ekanini isbotlash uchun men va uni serverda boshlaganimizda uni topganimizni aks etgan lavha. Pushti qo'y. Wow, biz uni albatta saqlashimiz kerak, bilasanmi? Rostdanmi? Bilmadim, lekin zo'r bo'lardi. Sen buni eshitding, to'g'rimi?
Xullas soatlab vaqt sarflaganimizdan so'ng nihoyat bizda u bor. Yo'q albatta. Qazilashdim, keyingisi esa sehrlangan kompas. Uni yasash uchun bizga magnit tosh kerak. U esa o'tgan qismda qurgan kichik bazamizda allaqachon bor. Qiziq, agar magnit toshni sindirsam, u ishlayveradimi? U ishlayapti. Nima, birod? U qotyapti. Ha, bo'ldi, tushundim. Mayli, tinchlan, bo'ldi, tinchlansanchi, tinchlan. Endi esa toshbaqani ko'paytiramiz. Toshbaqa qalqonchasi va toshbaqa kosasidan dubulg'a qilishimiz kerak. Adashmasam toshbaqalarni o'ldirib qalqoncha ola olmaymiz. Aksincha ular ulg'ayib, o'zlari tashlab ketishini kutishimiz kerak. Ha, lekin kutolmayman. Shuning uchun rejam ularni o'sishini tezlashtirish uchun ularga ko'plab dengiz o'tlarini berish. Birinchi qalqonimizni oldik. Yaxshi, yetarlicha qalqonlar yig'dik. Endi esa xayr. Keling, dubulg'a yasaymiz. Bam. Endi bu ikkisini hal qilganimizdan so'ng keyingi buyum g'alatiroq. Echki shoxlari. Ba'zilar hatto buni bilmaydi ham, lekin aslida ularning 8 xil turi bor va ular har xil ovoz chiqaradi. Ularni olish uchun echki o'z boshini devorga urish kerak. Minecraft buni nega va qanday o'ylab topganini bilmadim, lekin bu g'alati juda ham. Yaxshi o'xshadi. Men buni 15 daqiqacha kutdim. Shoxlarning barcha turlarini olish uchun ancha vaqt ketadi, lekin xayriyatki biroz izlangach men oddiy avtomatik echki shoxi fermasini topdim. Bu jarayonni ancha tezlashtiradi. Bizga shunchaki bir necha varonka, qum, to'siqlar va qayiqlar kerak. Boshlanishiga men katta tekis joy qurib, echkilar ferma ichida qolishi uchun atrofini to'siq bilan o'rayman. O'rtasiga ular boshini urib, shoxini tushirishi uchun tosh bloklar qo'yaman. Uning ostiga esa yig'ish tizimini quraman. Bu yerga sandiq, uning atrofiga mana bunday qilib varonkalar, uning ustiga esa jon qumini qo'yaman. Jon qumi to'liq blok bo'lmagani uchun uning ustiga buyumlar tushganda, pastdagi varonkalar ularni ilib olib sandiqqa joylaydi. Va nihoyat echkilar sakrab chiqib ketmasligi uchun shisha tom qurishimiz kerak. Qani bu yerga kelamiz. Endi esa ularni ko'paytiramiz. Bam! Perexod juda ham silliq bo'ldi. Echkilar boshini toshga urishni xohlashi uchun mana bu yerga qayiq ichiga ikkita tovuq qo'yaman. Nimagadir shu narsa echkilarni boshini toshga urishga majbur qiladi. Juda ham tez usulda. Men nimagaligini bilmayman. Barcha echkilar boshini urib chiqishi uchun ko'p vaqt kerak bo'lmasa kerak. Biz kutganimizcha men tezda boshqa mayda va oson noyob buyumlarni yig'ib olaman. O'laman men hozir, o'laman. Yo'q. Ajoyib. Ajdarho nafasi nazarit bloki. Men shunchaki olmos fabrikamdan qolganini yig'yapman. Chunki bular menga kerak emas. Nazar yulduzi. Yana bir osoni va oxirgisi bu bayroq. Men barcha bayroqlardan foydalanib, kimdir ko'rishi mumkin bo'lgan eng xunuk va noodatiy bayroqni yasayman. Menimcha, binafshadan boshlaymiz. Menimcha bu yaxshi. Qizil bo'yoq. Yashil bo'yoq. U hozirdan juda rasvo ko'rinyapti. Bilasizmi, tepasiga tikonlar ham kerak. Yana bu yaxshi ko'rinyapti. Pastiga esa jigarrang dog'. Ha. Bizga 100% sabzarang bo'yoq ham kerak. Xo'sh, endi havo rangini ham qo'shsak bo'laveradi. Nima? Nega ishlamayapti? Bir daqiqa. Nima? Cheklov bormi? Bayroqda qilish mumkin bo'lgan narsalar bo'yicha cheklov bormi? Nima? Men bilmasdim. Demak, bizning bayrog'imiz unda mana shunday bo'ladi. Men o'ylaganchalik xunuk emas-u, lekin yetarlicha xunuk ko'rinyapti degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, echki shoxlarining ko'pi tushib bo'ldi. Umid qilamizki, barcha turlarini yig'ganmiz. Negadir bizda faqat 4 xili bor ekan. Ma'lum bo'lishicha bizga kerak bo'lgan qolgan 4 xil shox faqat paydo bo'lish ehtimoli 2% bo'lgan baqiroq echkidan tushar ekan. Men baqiroq echkilar borligini ham bilmasdim. Nima? Xullas 5 soat echkilar ko'paytirilgandan so'ng, 5 soat. Nihoyat bizda barcha shox turlari bor. Bunga esa butun umrim ketdi. Menimcha eng zo'ri his qilish bo'lsa kerak. Mana eshitib ko'ringlar. Bam! Har bir shox turlari qo'limizda. Endi men tezda Trizubits fermasini qurishim kerak, chunki keyinroq oladigan 4 ta maxfiy noyob buyum uchun bizga Trizubits kerak bo'ladi. Yo'q, bu shunchaki moblarning boshlari emas. Bu undan ham noyobroq. Yaxshi, endi esa buni sehrlaymiz. O'sha 4 ta maxfiy noyob buyumni va barcha mob boshlarini olish uchun bizga momaqaldiroq kerak bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lmasa Trizubits befoyda. Momaqaldiroqni kutganimizcha kerak bir talay raketalarni yasab, Sahro ibodatxonasini topamiz. Chunki ro'yxatimizdagi keyingi narsa ot sovutining barcha turlari.
Yo'q xudoyim, deyarli portlab ketayozdi. Ehtiyotkorroq bo'lamiz, ot sovuti kerak. Xo'sh, bittasini topdim. Yana 3 tasi qoldi. Keling, boshqa sahro ibodatxonasini topamiz. Bu yerda bormikan? 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 Faqat chiqindilar bor ekan. Bunisida yaxshiroq bo'lishi kerak. Qani? Oltin sovut bu yerda. Bunisi butunlay ko'milib ketibdi. Bu albatta ishora. Ha, olmos sovuti. Endi bizga faqat charm sovuti kerak. Nega charm sovutini topish qiyin bo'ladi? Lekin bir soatlab qidirib, hatto Nether qalalaridan ham izlab ko'rgach, charm ot sovutini topa olmadim. Va aqlim ishlab Google ga qidirdim va charm sovutini topib bo'lmasligini, uni yasash kerakligini tushundim. Charm sovutini yasab bo'lmaydi. Uni yasash kerak. Qanday qilib buni bilmaganman? Qanday men ajoyibman. Shu yerdaligimizda yana ikkita noyob buyumni topishimiz kerak. Katta papriknik va uzun o't. Chunki bu ikkita buyumni qaychi bilan olib bo'lmaydi. Shoshma. Qaychi bilan olib bo'lmaydi. Agar siz uzun o'tni qirsangiz, sizga oddiy o't beradi. Agar papriknikni qirsangiz, sizga o'ylab ko'ring, oddiy papriknik. Shuning uchun bu buyumlarni olishning yagona yo'li paydo bo'lish ehtimoli juda past bo'lgan maxsus qishloq uyida. Bo'la qol. Balkim baribir ham uyga kiraman. Xo'y. Balkim bu yerdadir. Bu yerda emas. Kechirasiz. Menimcha bu qishloqda yo'q bo'lsa kerak. Ikkinchi qishloq. Bu yerda ham yo'q. Uchinchi qishloq. Yaxshi, xo'sh. Bu yerda faqat 4 ta uzun o't bor ekan, xolos. Baqirganim uchun uzr. Hech bo'lmasa bizda uzun o't bor. Lekin men o'ylaganimdan ham tezroq bo'ldi. Endi savol shundaki, katta papriknikchi. U esa ancha noyobroq. Bu yerda yo'q. To'xtanglar, men rostdan ham omadlimanmi? Menda ikkitasi bor hozir. Yo'q, men o'ta omadliman yoki ular umuman noyob emas. Yo'q, xudoyim, bu buyumlarning hammasi shunaqangi ajoyib ko'rinyaptiki, bilmadim nega, lekin ular shu qadar zo'r ko'ringanidan men do'stim CGL ni bularni ko'rishga taklif qilishga qaror qildim. Xo'sh, ko'rib tomosha qilsin. Shoshma, bu juda ham zo'r ko'rinyapti. Va unga yoqdi. Lekin men unga Svakni ajdarho tuxumi bilan maqtanishni to'xtatishim uchun undan ham noyobroq narsalarni yig'ishni aytganimda, u shunday dedi. Qara, men to'g'risini aytaman. Bu narsalar zo'r, lekin bular ajdarho tuxumiga yaqin ham kela olmaydi. Nima? Agar Svakni yutmoqchi bo'lsang, senga bundan ham yanada ko'proq narsalar kerak deb o'ylayman. Bunga qancha vaqt ketdi? Nima desam bo'ladi? 3 kun? CGL haq edi. Agar Svakka noyob narsalarim borligini isbotlamoqchi bo'lsam, tinimsiz mehnat qilishim kerak. Shuning uchun hamma noyob sehrli kitoblarni yig'ishdan boshladim. Yo'qolish la'nati va bog'lanish la'natini olish uchun qishloqlar bilan savdo qildim. Piglinlardan esa o'lik qum tezligi 3 ni oldim. Bam! Endi esa bizga Swift Sneak 3 kerak. U faqat qadimiy shaharlarda topiladi. Nima? Qanday qilib darrov paydo bo'ldi bu yerda? Endi yetib kelgan bo'lsam mayli. Yo'q. Bilasizlarmi nima? Menga farqi yo'q. Qani shovqin solaman. Bu yerda emas ekan. Ajoyib plan, ajoyib reja. Oldimmi? Oldik. Yo'q, xudoyim, bo'ylaganimdan ancha tezroq bo'ldi. Shu yerdaligimdan 8 ta sado parchasini ham olib ketishim kerakligini tushundim. Aksada kompasini yasash uchun. Yaxshi, bu sandiqda yo'q ekan. Yaxshi, bizda 3 ta bor. Bizda 3 ta bor. Va yana 2 ta. Lekin bu yerda vardim bor. Bu yerda nima bor ekan? Bitta. Xo'sh, yana bitta qoldi. Bo'ldi, yetarlicha oldik. Men endi ketaman, uchib ketaman. Mayli, men uchib keta olmayman, chunki ko'rmayapman. Joyib. Hammasini qo'shamiz va bam! Vaqtdan foydalanib olmani ham o'g'irlab oldim. Cho'kkan kemadan esa xazina xaritasini topib olamiz. Bam! Va bu shu yerda bo'lishi kerak. Mana shu yerda bo'lishi kerak. Tushunmadim. Meni sandig'im qani bu yerda? Mana topdik. Bizga faqat dengiz yuragi kerak. Chunki keyingi noyob buyum o'tkazgich. Bunga 8 ta Nautilus chig'anog'i kerak menimcha. Ularni esa suv zombilaridan olamiz.
Yo'q, tushirmas ekan, shoshma. Bu zombini qo'lida bitta bor ekan. Nice, demak qo'lida chig'anog'i bor zombilarni o'ldirishimiz kerak ekan. Sen bilan endi nima qilish kerak? Men bu bilan jang qilmayman. Qaranglar, qo'lda 20 tadan ko'pi bor. Yo'q, faqat o'lma. Ha, va nihoyat 8 tani yig'dik. Bunga qancha vaqt ketganini tasavvur ham qilolmaysiz. Gapirishni unutib yubordim. Bu ish juda cho'zilib ketganidan baliq ovlab ko'rishga ham qaror qildim. Lekin bu afsuski ish bermadi. Ajoyib. Stop. Shuni tushundimki, nayza bilan hamma noyob narsalarni olish uchun yomg'ir yog'ishini kutyapmiz, lekin tez orada yomg'ir yog'ishi kerak. Buni iloji bor-ku, to'g'rimi? Endi siz nega qazib yurganimga hayron bo'layotgandirsiz. Hozir aytib beraman. Shoshmay turinglar, buni avval topishim kerak. Mana, chuqurslanetsli ko'mir rudasi. Ishonasizmi, yo'qmi? Bu o'yindagi eng noyob rudalardan biri. Chunki ko'mirning chuqurslanetsda paydo bo'lishi juda ham past ehtimollikka ega. Xohlasangiz qarab ko'ring. Xo'y, men tushuntirishga harakat qilyapman. Tunnelim uzunligini qarang. Chuqurslanetsli ko'mir rudasi zumradli chuqurslanets rudasi oldida hech narsa emas. Ularni topish eng qiyini va eng noyobi. Nega o'zimda bunchalik qiynayapman-a? Menda endi X-ray bor. Bu juda yaxshi. Yo'q, yomon. Va nihoyat, yo xudoyim, nihoyat bittasini topa oldik do'stlar. Va endi qanchalik uzoq qaziganimga bir qarang. To'g'risi, stulimda uxlab qolayozdim qazish paytida. Keyin bizga musiqa plastinkalari kerak. Ko'pini o'ldirish uchun Creeperni o'ldirish uchun skelet kerak bo'ladi. Men sizlarga o'zi nima qildim? Keyin menga buni qilishga sabrim yetmaydi. Bir vaqtlar ko'rgan TikTok videoyim esimga tushib qoldi. Skelet yordamida Creeperlar chuquridagi TNTni yoqish haqida. Shuni sinab ko'rmoqchiman. Creeperlar tushadigan chuqur qazishdan boshlaymiz. Bu yerda Creeperlar turadi. Endi devorini quramiz va dinamitni bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, bu yerda esa skelet turadi. Kichkina qafascha quramiz, orqasidagi blokni esa sindiramiz. Skelet TNTni qoq o'rtasidan yoqa olishi uchun xuddi shunday lava quyib chiqamiz. Bu shunday ishlaydi. Skelet lava orqali otganda o'q yonib TNTga tegadi va uni portlatib hamma creeperlarni yo'q qiladi. Va bu juda yomon tugashi ham mumkin, lekin menimcha o'xshaydi. Hammasi albatta o'xshaydi. Xo'sh, demak skeletni olib kelamiz va qafasga qamaymiz. Yaxshi, hozircha mana shunday yopib qo'yaman. Endi bu chuqurga creeperlar bilan to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Yo xudoyim, haqqani. Nega men dunyodagi eng ahmoq odamman-a? Jin ursin, menimcha bu ancha vaqt olishi mumkin. Men chuqurni creeperlar bilan to'ldirishga qiynalayotganimda bilarmidingiz? Bu mening hardcore seriyamdagi birinchi videolardan biri. Demak, sizda OG 1 million chipta klubiga a'zo bo'lish imkoni bor. Bu siz boshidan shu yerda bo'lganingizni isbotlaydi. Shuning uchun obuna bo'ling. Chuqurga yetarlicha creeperlar yig'ildi. Menimcha vaqti keldi deb o'ylayman. Shu yerga TNTni qo'yamiz, bu blokni sindirib, skeletni lava orqali otishga majbur qilamiz. Jin ursin, juda ham yaqin bo'ldi-ya. Qani, menga ot, bunaqada o'lib ketish ham mumkin. Yaxshi tushdi. Qani, bu yerda qancha plastinkalar bor ekan? Yo'q xudoyim, plastinkalar juda ko'pligini qarang. Bu men o'ylaganimdan ham ancha yaxshiroq ishlaganiga hayronman. Lekin hali ham bizga 3 ta plastinka yetishmayapti. Shuning uchun creeperlarni bu yerga to'ldirishimiz kerak. Va yana boshqatdan boshlaymiz. Qani, ota qol, faqat meni o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Qani bo'l. Nice, qani, let's go. Demak, creeperlar yordamida olinadigan hamma plastinkalarni oldik. Yana 3 ta plastinka qoldi. Birinchisi Pick Step. U bastionlardan topiladi. Yo'q. Tinchlik kerak, tinchlanamiz. Men shunchaki bu yerda reportyorman. Nima? Yo'q.
Yaxshiman. Ha, bittasini topish uchun 5 ta har xil bastionni tintib chiqdim va biror marta ham o'lishga yaqin kelmadim. Qani? Yo'q. Menda allaqachon Azir Said nomli plastinka bor mana bu yerda. Shuningdek, yana bitta plastinka yasashga ketadigan parchalar ham bor. Buni qadimiy shahardan olganman. Shu tariqa biz hamma musiqa plastinkalarini yig'dik. Ha! Kolleksiya kattalashib boryapti. Keyingi noyob buyumga tayyorgarlik ko'rayotganimda nihoyat bir narsa sodir bo'ldi. Ishonib bo'lmaydi. Yo'q, faqat kolleksiyamni yo'q qilib yuborma. Va nihoyat momaqaldiroq. Vaqtni behuda ketkazmaymiz-da, nayzamizni olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz Qo'ziqorin oroliga uchib boramiz va mana bu qo'ziqorinli sigirlarni sinab ko'ramiz. Sababi bizga kerakli bo'lgan noyob narsalardan biri bu shubqali sho'rva. Shubqali sho'rvani jigarrang qo'ziqorinli sigirlardan olinadi. Unga gul yedirib kosa bilan o'ng tugmani bossangiz, u sizga shubqali sho'rva beradi. Hatto uni yasash ham kerak emas. Rahmat. U menga travleniya berdi. Keyin esa bizga hamma moblarning boshi kerak. Buning uchun zaryadlangan Creeper ularni o'ldirish kerak. Menda bittagina tatim qoldi. Mayli, zombi boshini olamiz. Bunaqa holat qaytarilmasligi uchun tezda qalqon yasab olaman. Qani bo'la qol portla. Creeper boshi. Endi anavi skeletni o'ldirish kerak. Nega buncha ko'p maxluq bo'lmasa tezroq. Iltimos, yo'q. Men skeletni o'ldirishni xohlagandim. Portla. Nega menga zombi boshi? Menga axir skelet kerak. Qani bo'la qol portla. Ha, biz skelet boshini oldik, lekin hali tugatmadik, chunki bizga yana 2 ta qo'shimcha Creeper boshi kerak. Keyinroq 2 ta noyob buyum yasash uchun kerak bo'ladi. Tushunmadim, shunchaki o'tib ketdimi? Ha, bittasi tayyor. Ha, ikkinchisini ham oldik. Momaqaldiroqdan olishimiz kerak bo'lgan hamma narsani oldik shekilli. Uxlasak ham bo'ladi. Hamma boshlarni yig'ishni tugatish uchun bizga ajdarho boshi va Wizard skeletning boshi kerak. Men buni juda tez oldim. Bor yo'g'i 5 ta Wizard skeletni o'ldirdim xolos. Ha, juda ajoyib ko'rinayapti. 2 ta qo'shimcha Creeper boshi bilan yasaladigan noyob buyumlar bu maxsus Creeper boshli mushak yulduzi. U otilganda Creeper boshini ko'rsatadi. Buni kim yasashini bilmayman-u, lekin mayli. Ikkinchi Creeper boshi esa bizga hamma turdagi bayroq naqshlarini olishga imkonini beradi. Wizard skelet boshi va moychechak. Hech kim bilmagandiya, Creeper yuzi, skelet boshi va moychechak. G'alati-ya. Endi esa sehrli oltin olma. Buning uchun sehrli oltin olmani sarfladim. Nima, bu juda ham xunuk, lekin noyob buyumlar kolleksiyam uchun kerak-da. Kolleksiyam birin-ketin to'lib borayapti. Demak, Svaka ko'rsatib, uni reaksiyasini olishdan oldin menda noyob buyumlar borligini 100% dan olish uchun yana 3 ta noyob narsa topishimiz kerak. Birinchisi to'liq zanjirli sovut. Buni topish qiyin bo'ladi deb o'ylagandim, lekin qishloqlar bilan savdo qilsa bo'lar ekan. Ikkinchi buyumni olishga bir hafta ketishi mumkin. Bu ko'k aksolotl, o'yindagi eng noyob maxluqlardan biri. Ularning 2000 tasini olish haqida video olgan Bikonni Vafladan birinchisini olishga qancha vaqt ketganini so'radim. Xo'sh, yaxshilab aytadigan bo'lsam, menga bir hafta ketgan edi. Agar speedrun qiladigan bo'lsang, 3 kun ketishi mumkin. 3 kun bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun men undan tezroq topishga va hammasini bir o'tirishda qilishga qaror qildim. Keyinchalik pushaymon bo'lmasam bo'ldi. Mening esa rejam quyidagicha. Mana shu joyda meni akslotillarim bor va uni yonida marjon qoyalari bor. Mana bu yerda. Men u yerga borib barcha baliqlarni tutishga harakat qilaman va o'zimning aksolotillarimni ko'paytiraman. Tez orada ular juda ham ko'payib ketish kerak. 2 soatdan keyin aksolotlar juda ham ko'payib ketdi. Xudoyim, bu jarayon juda ham zerikarli ekan. Shuning uchun ikkinchi monitorimda yutib ko'rib o'tirdim. Aqldan ozib qolmaslik uchun. Suvda tezroq harakatlanish uchun o'zimni nayzamni sehrlab oldim. Yana 2 soat ham o'tdi, lekin hech narsa o'zgargani yo'q. Hamda sandiqlarim aksolotllar bilan to'lib ketdi, chunki ular juda ham ko'payib ketgan. Menimcha, tunni bo'yi uxlamasligimga to'g'ri keladi-yu. Nega bunchalik qiyin bo'lmasa, soat 1 bo'ldi-ku axir. Bu ishga qo'l urganimdan afsuslanishni boshladim. Bu men o'ylagandan ancha noyobroq narsa ekan, lekin taslim bo'lmayman. Hammasini bir urinishda qilaman. Yangilik bor. Ertalabga 3 bo'lyapti. Demak,
Menga ko'k akselerator ham kerak emas, chunki men Nemoni topdim. Nemo. To'xta, videoni olyapmanmi? Menimcha bittasini ko'rganga o'xshayman. Qayerga ketdi? Hozir menimcha oddiy akseleratorlardan tozalab tashlayman. Ko'rganimga qasam ichaman. Men uni turosini ham ko'rdim. Qani? Mana topdim. Yo xudoyim. Va nihoyat men tutib oldim va bu keraksiz akseleratorlarni tashlab yuboraman. Juda ham xursandman hozir. Bilasizlarmi? Hozir soat 4 bo'lyapti, bilasizlarmi? Va nihoyat 8 soatlik tinimsiz harakatdan so'ng topdik. Men juda ham xursandman. Bu ishni boshqa hech qachon qilmayman. Bugun Svakka ko'rsatamiz. Bizga bittagina oxirgi buyum kerak xolos, ya'ni qorli o't. Video boshida ikkinchi profilimni AFK ga qo'yib ketganimdan beri fermani tekshirmadim. Bittasi albatta paydo bo'lgan bo'lishi kerak, chunki albatta ko'p vaqt o'tdi. Ko'p vaqt o'tdi. Menimcha paydo bo'lmabdi. Yuzlab soat AFK turgandan keyin ham qorli o't bloki paydo bo'lmabdi. Yangi ferma qurishga harakat qildim, lekin albatta bu ham o'xshamadi. Keyin tushuna boshladim-ki, buni 1.19 versiyasida olishning iloji bo'lmasa kerak. Bir nechta dunyolarda sinab ko'rdim. Afsuski bu rost ekan. Demak, bu ishlaydigan eng dastlabki versiya. Bu 1.16. Mana o'sha versiyada Endermanni ko'targanda ham ko'rinib turibdi. Lekin men taslim bo'lmoqchi emasman. Menga qorli o't bloki kerak edi. Bir muddat o'ylaganimdan so'ng kallamga ajoyib bir fikr keldi. Bu yokida o'xshaydi, yokida yo'q. Mayli. Men 1.16 hardcore dunyosini ochdim. O'yinni tugatish va ajdarxonni imkon qadar tezroq o'ldirishga harakat qildim. Bor yo'g'i 40 daqiqa vaqt ketdi. G'azalashyapman, 4 soat ketdi. Keyin Endermanga usti qorli o't blokini oldirib, qorli o't hosil qilish uchun uni yana yerga qo'ydirdim va o'xshadi. Ha, o'xshadi. Endi buni serverga qanday olib o'tadi deb o'ylayotgandirsiz. Bu juda oddiy, chunki menda server konsolga kirish ruxsati bor. Shunchaki bittalik o'yindagi end o'lchami papkasini olib, serverniki bilan almashtirishim kerak. Endi serverdagi end o'lchamiga kirganimda, qorli o't bloki o'sha yerda bo'lishi kerak. O'sha yerda deb umid qilaman. Yana bu serverni buzib qo'yish ham mumkin, yaxshi bo'lmasdi agar buzsa. Xo'sh, menimcha o'xshadi. Qani, ko'raylikchi. Ha, o'xshabdi. Qorli o't bloki shu yerda. Yo xudoyim, server buzilib ketishdan juda qo'rqandim. Bu blokni menimcha sindirmasa kerak. Biz axir 1.19damizku. Hamma noyob narsalarni yig'ib bo'ldik. Endi Svakka ko'rsatish vaqti keldi. U buni 100% kutmayapti. O'tgan 3 haftadan beri nima ustida ishlayotganimni bilmaysan, to'g'rimi? Serverdagi eng noyob buyum ajdarho tuxumi senda, to'g'rimi, Svak? Ha. Va o'zingni hammadan zo'rman deb o'ylaysan. Bu aniq-ku. Lekin menimcha endi serverdagi eng noyob buyum narsa senda emas. Sen nima jinnimisan? Kira qol, mazza qilib ko'rishing mumkin. Yo, buncha zo'r. Bu o'yindagi eng noyob narsalardan biri. 3 hafta yig'dim bularni. Qalchoshli branga jiddiymi? Ha, lekin uni olish juda ham oson bo'ldi. Mana, avro uchun kiyib ko'r. Men buni kiymayman. Aytgancha bu narsa nima bu? Rasvo narsa bo'ldi. Eng xunuk va eng noyob bannerlardan biri hisoblanadi. Men bunga hatto qara olmayman. Qanday bu ahvolga kelding? Bu yerda esa ko'k aksolotl. Bo'lishi mumkin emas. Aytgancha men buni o'ldirsam bo'ladimi? Yo'q, albatta. Qara, Svak, sen bularni eng noyob narsalar deb o'ylayapsan, to'g'rimi? Chunki ular rostdan ham noyob. Lekin 20 daqiqa oldin topgan eng noyob buyumim oldida bular hech narsa emas. Xo'y, bizni end dunyoyimizga nima bo'ldi? Boshqa end dunyosi turgan edi shekilli. Ortiqcha savollar berma. Bu nima bo'ldi? Nima bu? Bu qorli o't, o'yindagi eng noyob buyumlardan biri. Buni olsam bo'ladimi? Svak, sen nega buni qilding? Men buni birambalab qilgandim, sen